Mana yangi kvadrotsikl, ya'ni 4 oyoqli mototsikllarimiz keldi. Ham pajarniy bo'ladi bu. Ham terishga qilsa ham bo'ladi orqasiga. Yo'l tanlamas. Yuzlardan yengillik. Motor Zonshin 200 mi? 250. Başı kuchli ekan a. Yashi cho'tki qo'yilman lekin. So'raganlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Navoiy Azot uchun bu maxsus. Toshkent City'ga ham menimcha so'rovnomlar ko'payadi bunda. Pajarniyni hadeb chaqiravermaydi-yu. Mini pajar